Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga yana bir joy o'rnini e'tiborlaringizga havola etamiz. Biz hozir Rayt Center tomonidan Urganch tumaniga qarab yo'l 6-7 kilometrdan yurdik. Petitsa yanından ham o'tib keldik. Shu mahalla yana bu yerda bir kollej bor ekan. Shu kollejdan bir 150 metrning ichana girdik. Shu ko'chadan boriladi. Hurmatli obunachilar, mana joy o'g'lining oldina yetib keldik. Yana ko'rib turasizlar, o'sha yerda yana joylar qurilgan. Şimdi uzoq bo'yina joylar qurilib, o'tilib kelyapti asta-asta. Sotiladigan joy o'rnimiz o'ng tomon bo'ladi. 27 ga 20 metr. Umumiy maydoni 540 metr kvadrat joy bo'ladi. Beda o'rina joylar qurilgan, ko'rib turibsizlar. Ko'chalarni ko'rdingizlar, kelish. Mana bu yerdan ulli ko'cha tushadi ekan shu yerda. Ko'cha tushadigan bo'lsa, bu yerda bir joy, yana bu yerda bir joy, yana bu yerda bir joy, yana bir joy tushib boraveradi. Xullas 540 metr kvadrat 27 ga 20 joy o'rin sotiladi. Olib bemalol qurilishni boshlab beraverasizlar. Bunda qoziqlar ham qaqilib turibdi. Chiroyli etib ko'milgan. Aziz do'stlar, videoroliklarimizni ham like'larni bosamiz. Va albatta chiroyli kommentariyalarni yozib qoldiramiz. Mulk egalarining telefon raqamlari videorolik pastda yozib qoldiriladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib savollaringizga batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Havosi juda ham zo'r. Rayt Center bozordan 6-7 kilometr atrofida chiqadi. Uzoqligi. Urganch Rayt Center buyum bozoridan 6-7 kilometr uzoqlikda joylashgan joy o'rin. Sizlar kelib ko'rib, kimga qiziq bo'lsa telefonlarimizga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Men tomonlarni sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, shundan joylar qurilib kelayotir. Yanda joydan bu joy. Şimdi uzoq bo'yina qurilib ketaveradi. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar.